Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega qancha harakat qilmang, hayotda go'yo doim nimadir yetishmayotgandek tuyuladi. Pul, sog'liq, munosabatlar bittasi to'g'rilansa, boshqasi muammo bo'ladi. Aslida muammo tashqi sharoitda emas, muammo biz sozlangan to'lqinda. Ko'plab insonlar o'zlarida mavjud bo'lmagan narsalar haqida o'ylab, o'zlari bilmagan holda doimiy ravishda yo'qchilik va yetishmovchilik chastotasini tarqatadilar. Keling, avval chastotalar qanday ishlashini radio misolida tushunib olaylik. Bizdan chiqadigan chastotalar udda radio to'lqinlariga o'xshaydi. Radioni u yoki bu kanalga sozlaganingizda qaysi birida g'amgin, qayg'uli qo'shiq yangraydi. Boshqasida esa shek kayfiyat ulashuvchi kuylar taraladi. Qaysi to'lqinga sozlansangiz aynan o'shani eshitasiz. Hayotimizda ham xuddi shunday. Siz hayotning qaysi to'lqiniga sozlanganingizni ba'zan o'zingiz ham anglamay qolasiz. Agar doimiy ravishda kamchiliklar, yetishmovchiliklar, kasalliklar va muammolar haqida o'ylasangiz, aynan shu to'lqinga tushib qolasiz. Lekin kayfiyatingizni tushirmang. Sizga yaxshi xabarim bor. Bu minnatdorlik hissi aynan shuni his qilish kerak. Faqat tilda emas, qalbda. Minnatdorlik shunchaki rahmat deyish emas, bu ichki holat, qalbning sozlanishi. Qachonki inson qo'lida yo'q narsaga emas, bor narsasiga e'tibor qaratsa, u shu zahotiyoq boshqa chastotaga o'tadi. Minnatdor inson mendan nima yetishmaydi deb emas, mendan nima bor degan savol bilan yashaydi. Sog'liq uchun minnatdor bo'lish shifoni tezlashtiradi. Ozgina imkoniyat uchun minnatdor bo'lish katta eshiklarni ochadi. Bugun bor tinchlik uchun minnatdor bo'lish ertangi barakani chaqirib keladi. Eng muhimi, minnatdorlik hissi chin dildan chiqsin, chunki koinot so'zni emas, aynan hisni eshitadi. Qachon siz qalbingizda shunday holatni his qilsangiz, hozir hammasi joyida, menga yetarli. Aynan o'sha paytda hayot sizga yana ko'proq berishni boshlaydi. Bu sehr emas, bu qonun. Minnatdorlik yo'qchilik chastotasini o'chirib, baraka, imkoniyat va sog'lomlik to'lqinini yoqadigan kalitdir. Shuning uchun bugun o'zingizga bitta savol bering: men hozir nima uchun chin dildan minnatdorman? Shu savolga javob topilgan zahoti hayotingizdagi radio kanali almashadi. Agar bu video sizga kerakli paytda yetgan bo'lsa, bu tasodif emas. Bu yerda biz ongni tozalash, tanani tiklash va hayotni yengillashtirish haqida davomiy ravishda suhbatlashamiz. Kanalga obuna bo'ling va o'zingizni ongli ravishda sozlab boring. Chunki siz qanday to'lqinda bo'lsangiz, hayot ham sizga aynan shu javobni qaytaradi.